bemorimiz bir umr mani ko'zimda g'ilayligi, ko'zda ketib qolishi hech qachon ketmaydi deb o'ylab qo'rqib yurgan ekan. Bunaqa bemorlar juda ham ko'p uchraydi. Bizda kelib tekshiruvdan o'tkazdi va ko'zlaridagi g'ilayligini biz to'g'rilab, ko'zni o'rta fariya to'g'ri holatga keltirib berdik hamda binokulyar zreniya, ya'ni ikkita ko'z bilan birga ko'rishini tikladik. Bemorimiz hozir juda ham xursand. Avvalgi rasmni qarasam mana shunday qilib qaraydi-da. Bizda endi do'pposta rasmlari bo'ladi-ku. O'shani ko'rib turib, avval shuncha yillik yuragimdagi darddan qutuldim deb juda ham xursand bo'lib yurdi. Lekin shuncha yil davomida buni oldinroq qilishim kerak ekan deb turib afsus qildi albatta. Hozirgi holatda bemorimiz ko'rishlari 100% g'ilayligi yo'q va bemor hamma qatori boshni tik qilib, yonbosh bilan qaramasdan to'g'riga qarab, yaxshi nigoh bilan yurishga erishdi. Azizlar, agar sizda ham g'ilaylik bo'lsa, Ko'z nuri klinikasiga murojaat qiling va sizni g'ilayligingizni bartaraf qilib inshaalloh beramiz.